Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Leon Gaming. Bugungi videomiz esa mol simulyator o'yinidan bo'ladi. Endi mol simulyator deganda endi molni tushunmanglarda, mol degani endi bu inglizcha bo'lib, inglizcha ya'ni bu bozor yoki market degan ma'noni anglatadi. Xullas, mol sotamiz-da, xullas mol degani. Tak, xullas bu yerda fast food har xil mana ko'ryapsizlar, dim yomon xullas. Katta do'kon, bu yerda $200 ne, конечно $200 bor, конечно bor. Xo'p, biz bu yerda endi nima qilishimiz kerak? Mana tozalashimiz kerak ekan. Xo'p, nimaga yo'q, nimaga voy vibratsiya berar ekan. Tak, xo'p, resume asosda baribir vibratsiya beradi. Numar necha? Xo'p, xullas, tak nima deyotgandim? Xullas bu mol simulyator. Xo'sh, chiqindilar. Keyin xo'sh, olamizni, o'rnimizni yaxshi bo'ldi. Xo'p, endi bizda marketda mana bitta hozir biz nima sotamiz-da, to'g'rimi? Supermarket ochdik. Birinchi ochgan narsamiz endi supermarket ekan. Xullas bu yerda kiyim sotamiz. Bu xullas kiyim deganda endi anavi kiyimlar sotamiz. Misol uchun chet eldan bir aytaylik $15gami, $10gami buyurtma qilamiz. Mana bitta kelib bir $800-900 baho qo'yib ustiga 70% chegirma, mana olib qo'ying deb shunaqa darajada sotamiz. Voy, eplab bo'lmay ketadi hali, ko'rasizlar. Voy, vashshi bo'lib ketamiz hali. Shunaqa bo'ladi. Tak, ko'ryapsizlarmi? Bu уже biznes, xullas biznes deganda bu endi. Xo'p, mana shu yerga kelib olaveradim. Otma, tak. Ну, qayerda eng oxirgi joyi? Mana bu ekan. Xo'p, nega otib yubording? Place. Oh, yeah, place. Xo'p, bizning zakazlarimiz u yoqqa kelar ekan. Mana bitta closed. Tushunarli. Mana bitta entry dedi. Mana bitta kirish, neryoqdan chiqish ekan, naryoqdan. Bankomat ham bor ekan-da. Visa bor ekan, Mastercard. Da, vashshi zo'r. Mana bitta mahsulotda tushunarli. No, keyinchalik balki ishchi olib, misol uchun ishchilarni o'zi ishlab berishi mumkin-da. Mana bitta eskalator ishlarmikan? Chiqa olamiz. Chiqarganmiz. Mana. Hali Simon teatrlar ochsa, da qiziq bo'ladi. No, qiziq bo'lsa albatta like bosinglar. Davomi albatta chiqishi uchun 10 ta like har doimgidek endi. 10 ta like demasam, cho'ta juvarshi o'yinlar ko'payib ketyapti. Xullas, orasida endi bir ikkita o'yinlar qisqartiramiz-da. Davomi chiqishini istaysiz, har doim 10 ta like. Nima deydi? Openzik nima? Men baho qo'ymaymanmi bunga? Go to cash deydi-da. Mana bunda kelib tur deyapti. Sosi. Tak, mana bu xullas bana kompaniya razraботчиklarini o'ynaydi. Ana yaqinda chiqdi-yu kanalda kebab simulyator. Xullas o'sha kompaniya razraботчиklarini o'yini. Mijozlarni to'lib kelishini qaranglar. Mana menga baho qo'yib bo'lmas ekan. Mana necho poniga qilmaymiz, poni. Bu yoqdan. Bu yoqda turar ekanmiz. Aytdim. Kassani orqasiga o'tib ketyaptimikan? Hayron bo'ldim, aytdim. Tak. Sizga $14.70 qatib berishim kerak ekan. Yaxshi, buyda vibratsiya bergani yomon ekan. Mana shuni nima uchun to'g'rilab bo'lmaydi? Razrablar. Qatga qarayapti, qatga. 68. Mana shu nastroykalar nimaga to'g'rilab bo'lmaydi ekan vibratsiyani? Vashshi bo'lmayapti, bor mana shu narsa. Tasavvur qiling, o'ynab o'tiribsizlar. Vibratsiya beradi, dig' qilib. 2.66 da vibratsiya mana shuni to'g'rilasa, tak zo'r bo'lardi o'yin. Tak. Mayli. Xo'p. Nastroykada nega yo'q? SFX ham emas-da. Vibratsiya ham boshqa narsa-da u. Soundni o'chirsam ketarmikan degan savol bor. Menimcha sound farqi yo'q bunga. Aloqasi yo'q, sound ham boshqa narsa. Tak. Go to otma degan. Mana bu kartami? Oha.
bank deydi, float deydi. F1, F2. Tak. Endi qanaqa zakaz bergandim men? Yo'q, bundan emas. Tak. Shu yerdan kirib claim close. Sotolmaganmiz. Tak. Qanaqa zakaz bergandim men? Mana buni yoptir-da, 1 daqiqa shuni yoptir. Tak, men qanaqa zakaz bergandim? Nimani tekirgandim, to'g'rimi? Storage. Yo'q, storagedan emas. Storage ham boshqa narsa. Floor. Storage. Bu anavi market ekan boshqa. Tak, qayerda u? Men buni deyman. Mana kartada o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Tushunarli. Tak. Mana o'zi molga bossa o'zi ko'rsatib qo'yar ekan. Вот, tushunarli. Ishchilarchi? Mana bu mahsulotlar, narsalar, to'g'rimi? Bitta reputatsiyani o'zimiz ochib olib qo'ysak bo'lar ekan-da. Keyin mana bitta ishchilar. 3-level deydi. Tushunarli. Tak, mahsulotlar mana bundan bitta. Bizda 600 nechadir pul qoldi. Xo'p, bu keyin ochiladi, 2-level ekan. Biz hali 1-levelimiz. Da. Bu vibratsiyasi, mashisi yoqmadi o'yinni. Qolgan ataklar, boshqa narsalar zo'r. Keyin bu o'yinda baho qo'yib bo'lmas ekan. Bo'lmasa o'zim biznes qilaverardim-ku. Bo'lmas ekan mana shu tarafimda 4 ta lekin. Vibratsiya soatni o'chirib qo'ysa chiqar ekan. Uzr, ayni so'ray ekanman, bilmagandim. Demak, to'xtab tur, soatni yoqib keyin narsalarni qo'yib ko'ray qani, to'xtab tur. Boya vibratsiya berganman, esimdan chiqib ketdi. Tak, settingga. Ketdik qani, ko'raylikchi endi, ko'raylik. Yo'q, bunda vibratsiya. Yo'q, bunda vibratsiya bermadi-yu. Tushunarsiz-da. Tak, ikkalasini qo'shib bitta tashlaymiz. Mayli. Anor. Tak. Anor haqida bir qo'shiqlar bor edi, esimdan chiqib ketdi, o'qish qilmam, mayli. Tak. Bu yoqda 5-levelda o'tsak bo'lar ekan. Molni kattalashtirsak bo'ladi, o'zimizni molimizni. Mollarni bilasizlar, mol har doim katta bo'ladi-yu. Katta mol. Endi mol degani menimcha bozor bo'lsa kerak-da. Menimcha bozor edi-yu. Yana bilmadim. Xullas, biz yana o'sha molimizni ochamiz va bizda klientlar qani, uchib kellaring. Bo'llaring qayerdan keladi? Exitdan kirib yo'q, nima? Exitdan kirib kelish? What the heck? Exitdan kirib kelyapti bular. Voy, sassular. Bular qoidalarga amal qilmaydi, bular qoidalarga tupurib qo'ygan joyi bor. Opang, yaxshimisiz? Bular surib ketar ekan, ruh emas ekan. Endi ba'zi o'yinlarda borda ruh deb o'ylaydimi bizlar, yo ular ruhmi bilmayman, xullas. Ba'zi o'yinlarda tupurib qo'ygan joyi bor. Nima bo'ldi bu? Endi keldimi? Tak. Sizdan 11 32. Okey, tak, endi bitta ko'raylik, soat o'chirib. Soat o'chir. Yo'q. Vibratsiya ko'ramiz qani. Yo'q, вообще aloqasi yo'q ekan. Hisosi. Nima edi? 60 34. To'g'ri. Mayli. Tak, sizga $60. Точно, yo'q, urdingiz-ku. Nuqtani urdingiz-ku. Tak. Nima? Ikkita? Nima ikkita? Mana bu chap tarafda nimadir ikkita deb chiqib turibdi. 50 sent uchun turibdi. Yo'q, 50 sent uchun turibsizmi? Uyalmaysizmi? Tak. $59. Bu yoqdan ham plyus kelib turaverar ekan. Yaxshi. 1582 da. Bu endi bu bizga qilingan anavimi yoki mi?
yoki bilmadim qayerdan keladi u bizga bilmadim. 13 16. Endi vibratsiya endi ba'zi videolarda bilmadim tig' etgani eshitadi, ba'zi videolarda eshitilmaydi. Sassizlar olib ketmaysanmi normalniy qilib. Bittasida bitta, bittasida ikkita qolgan. $2.86. Yaxshi. $3. Hop. 38.50. No, zararga sotmayotgan bo'lsam bo'ldi muhim. Agar zararga sotayotgan bo'lsam, bu yomon, bu juda ham yomon degani. Xo'p, bizga mana bu yerda yana bir $67. Nima uchun u tushyapti? Earning degan narsa nima? Earning bu narsa bor ekan. 5-yilda boya ko'rsatgan narsa. Bu ko'tarsak bo'ladi bitta. Mahsulotlar yangi produktda olsak bo'lmaydimi? Storage yangi produktda bo'lmas ekanda hozircha. Hali ikkinchi level bo'lmadik. Xo'p. Tak, zakaz ham berib qo'yish shu yerda. Hozir beraman. Mango oldi. 10.50. Tak. Uzr, I'm sorry to turing. Mango. Tak. Ye. Tak. Amamga da. Da mango. 2 papa makon va shigamoko deko. Mana. Anor ekan bu. Anoringdan. 95 bo'lib ketdi. Uzr. I am sorry. Manufacturing mango. 4 ta mango. Hop, $14. Yes baby. Tak, 3.5 ekan bu. Bittasi to'g'rimi? Da. Finish him. Da, 5-yil bo'lsam, katta joy ochilar ekan-da, zo'r. Lekin bizga buncha joy nima kerak-da, xolos. Mana bu kerak, bizga yangi narsalar kerak, shelflar kerak yangi. Men bu shelfdan bitta olaman, men bundan ham bitta qiziqishga olib qo'ydi, lekin ne kerak u degan savolim bor-da. Unaqa savollanaman. Tak. Open. Opa. Shu yerga tashlab tur. Bularda borib. Anoringdan. Bir narsangdan. Box devils storage room sugar. Yeah, come on baby, come on, yeah baby. Closing tip bla deydi-da. O'sha yerda biz kiyim sotamiz, kiyim savdosi ham 400 bo'lishi bilan max level deydi. Bizni shelfimiz. Baby, yeah baby, come on baby. Tak, bizni shelf. Yeah. Ne buni qo'yib bo'lmayapti? Qo'yib? Nega qo'yib bo'lmayapti buni? Voy sassi, yoniga qo'yib bo'lmas ekan buni. Voy yayamas. Sassi. Nega bo'lmaydi qo'yib? Shuncha joy bekorga turibdi. Mango ekan. Voy yayamas. Mana qara, sassi. Bitta shelf nega yoni Mahmudlarga qo'yib bo'lmaydi? Sig'adi-yu, nimaga qo'yib bo'lmaydi? Mayli, nima ham qilardik endi? Nima ham qila olardik? Yoniga qo'yib bo'lmas ekan. Otib yubordi. Bo'ldi. Bizda keyingi qayerdan unaqa bo'ldi? Levelim oshib ketdi. Nima tushunmadim.
Ha, anavilarni qo'yganimdan keyin oshgandir. Ha, tushunarli. Bitta yo'q, bittachi. O'zidan o'zi ishlab turibdi pul. Da. Ana o'ringdan. Yo, qutqatga ketdi. Yeah, but please. Qutqani? Ha, mana ekan. Open. Come on, hop. Men bittan kirib, men bitta ochsam bo'ladi. Ha, ishchilar, yo'q, ishchi 5-leveldami? Yo'q, 3-chi, 3-chi level deydi. Da. 3-chi level deydi ishchilar. Da, mana 3-chi levelda deyotganda, 3-chi levelda ochaveramiz keyinda. Keyinchalik ochaveramiz bemalol. Lekin mana bitta ishchilar chiqib turibdi, reklama ko'rish kerak, sassa. Reklamasini tiqatda shotga. Mango. Hop. Da, menimcha bu yerda faqat meva-cheva sotamiz ekanda. Tushundim. Bu yerda oziq-ovqat sotamiz ekanda. Endi bu ham oziq-ovqat to'g'ri, lekin nima deydi, zavoddan keladigan, zavodskiy narsalar sotamiz ekanda. Chips, pips, kola, fola, manta, fanta, kanta. Biz o'shalar sotamiz ekan. Da, tushunarli. Bular mayli. Xo'p, anetta ochsammikin degan savol ham tug'iladida. Hozir u yerda ochsam ham uyat uchun ham alohida yugurishim kerak. Da. Ochib qo'ysam bo'laveradi. Mendan nima ketdi? $200 ketdi-yu mendan. Da. O'sha yerda ochib qo'yamiz. Keyin biroz yuguramiz, ozroq yugurar. $200 dan qimmat bo'lsa, lekin ochmayman. $1000 ga yangi kassa ochaman. Bitta yangi kassa. Eski bilan yangi farqi nimada ekan? Da, eski bilan yangi farqi nimada? Ishchilarni qo'yaman-da o'tga. To'g'rimi? Sassa. Ishchilar uchunmi deyman, 400 da mana bu narsalar joylashtirsam ham oshar ekan. Da, tushunarli. Menda qolmadi. Da. Xo'p, mayli. Molni ochib turing. Yo'q, bitga emas, bitga kir. $0. $0. Nima? Nima uchun? 500 yobani yo, shash yo. 500 yo'q, $500. Buni bilmadim, $500 ga olishdi buni. Oho. EB. Ikkalasi ham morskoymi? Женский, женский. Narigi tarafda ekan. Aytdim, eshik yondan buncha katta eshik. Eshik katta ekan. Anetta ekan женский. Neponiga qilasa женский yo'q deb. Da, molimiz 3 qavatda, 3 qavat. Bizning molimiz. Xo'p. O'zimga agar baho qo'yishga ruxsat berganda, birinchi boshida aytganimdek bilardim qanaqa baho qo'yishni. Chet elniki deb yaxshi narxlarda sotardim. Chunki bilasizlar, chet elniki desa bizada nima deydi? Aytadi-ku kinoda ham. Xo'rozxon chet elniki desa yotib olib berishadi deydi-ku, o'shandek-da. Bizlar ham chet elniki deb sotamiz-da. Aslida o'zimizga bo'ladi. Просто endi nomiga chet elniki-da. Tak. Bo'ldi, xo'p. $500 ishlashimiz kerak. Bitta 38 da ozmuncha bu yoqdan terib olib turibmiz-da. 14. Tak, to'ru 50 sent. 50 senti ham bor. 50 senti ham bor. Yo. 59. Sangi sassi.
8 sent, 68 sent. Xo'p, $46.50. Bas ezildi sana. Nega ko'tarilmayapti ana ikkita? Ha, anavi bosqich aytdim, tekinga emas ekan u o'zim. Ha, mana bitta hozir bossam shu yerga yozilmaydi. Mamitga yoziladi-da, to'g'rimi? Mamitga. Ha, bu aytdim bu. Aytdim qandoqdan kelyapti dedim. Tekin, voy-ey! Assalomu. Tekin emas ekan, o'zim narsalarimning puli ekan. Tak, 532 tak. Xo'p, ну да. Videoni uzun qilsam sizlar ko'rmaysizlar-da, mana bilaman-da, o'shaning uchun videolarni ham biroz qisardim, oldin chiqardi 30 daqiqa, 40 daqiqa, lekin sizlar ko'rmaysizlar, layk bosmaysizlar, o'shaning uchun chiqarmay qo'ydim. Xo'p, bu videoning ham davomini ko'rishni istasanglar, albatta 10 ta layk bosinglar-da. 10 ta laykdan so'ng albatta davomini chiqaraman va keyingi videoda endi anotday ochaman-da. Bu videoda ochsam bari yugurib, bu o'tga yur degancha 30 daqiqa, 40 daqiqa bo'lib ketadi. Xo'p, mayli azizlar, menimcha bugungi video shugacha yetadi. Albatta, agarda videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, unga layk bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Sizlar bilan har doimgidek Leon Gaming bo'ldi. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.